Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun zukam va uni bartaraf qilish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada zukamninki qandaq bir kasalligi, uning kelib chiqishi, uning kasallik alomatlari va u xil kasallik alomatlari bo'lgan kasallarning hammasiniki zukam bo'lishi notayligi. Yani nurg'un kasalliklarda zukamga o'xshash alomatlarning bo'ladiganligi, shunga uni bir taraf qilgan vaqtida nimalarga diqqat qilishninki muhimligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'taman. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatı bo'lsin. Zukam hammamizga tanışlıq bo'lgan kasallik bo'lib, ömürdə zukam bo'lib baxmagan odam bo'lmasa kerak. Undaqda bu zukam zot qandaq kasallik? Zukam sovuq va shamolliq faslida ko'p uchraydigan yuqori nafas yo'li yollig'i bo'lib, ba'zida uni shamoldab qilish yoki sovuq o'tib ketish debmi ataymiz. Amaliyotda zukam virus bilan yuqumlanishdan kelib chiqqan kasallikdir. Tilimizdagi zukam kasal alomatlariga asosan qo'yilgan kasallik ismi bo'lib, u kasal alomatlari o'xshab ketadigan yuqori nafas yo'lidagi ko'plagan kasalliklarni o'z ichiga oldi. Garchi ularni keltirib chiqargan sabablarga qarab, ularga o'xshamagan diagnozlarni qo'yish mumkin bo'lsa-mu, ammo ularning kasallik alomatlari o'zaro o'xshab ketgachga, ularni faqat kasallik alomatlariga qarab farqlantirish nihoyat qiyin. Shunga biz normalda u kasalliklarning hammasini zukam deb atashimiz, amaliyotda ularning hammasi oddiyla zukam bo'lmasligi, hatto ba'zi ig'ir kasalliklar dastlabda zukamga o'xshash alomatlar bilan boshlangan bo'lishi mumkin. Zukamning kasallik alomatlari, ya'ni qandaq kasallik alomatlari bo'lgan vaqtida biz zukam bo'ldim deymiz degan vaqtida birinchisi tushkurish, burundan suv iqish yoki burni putib qilish. İkincisi ko'zdan yosh iqish. Uchinchisi geli, kekirtiki qichishish, og'rish yoki rohatsiz his qilish. To'rtinchisi ovozi putib qilish yoki ovozi o'zgarish. Beshinchisi yo'talash, ko'pincha ahvolda quruq yo'talash. Oltinchisi qizish, ko'pincha ahvolda tuvan darajalik qizish. Yettinchisi to'ngligandek his qilish, titrash. Sakkizinchisi bosh og'rish, ba'zida badan va muskullar og'rish. To'qqizinchisi horg'inlik his qilish, oson charchash. O'ninchisi ishtahasi tuvanlash yoki tomoq yegisi kelmaslik. Bularning hammasi zukamda ko'p uchraydigan kasallik alomatlari bo'lib, zukam bo'lgan har bir insonda ularning hammasi birla vaqtda ko'rilishi notayin. Ba'zi kishilarda u alomatlarning bir ikkisi ko'rilsa, ba'zi kishilarda u alomatlarning ko'p qismi ko'rilishi mumkin. Ham shundaqla u kasal alomatlarining ig'ir yengilligimi insonlar orasida farqli. Ba'zi kishilarning alomatlari ig'ir bo'lishi, ba'zi kishilarning unchalik ig'ir bo'lmasligi mumkin. Zukamning turlari. Zukamning kasallik ahvolining ig'ir yengilligi, zukam davomlashgan vaqtninki uzun qisqaligi va ularni keltirib chiqargan sabablarga qarab zukamni cho'ng jihatdan odatdagi zukam, yuqumliq zukam va zukamga o'xshash kasalliklar deb 3 cho'ng turga ayirish mumkin. Odatdagi zukam.
Odatdagi zukamning kasallik alomatlari nisbatan yengil, kasal davomlashgan vaqt nisbatan qisqa bo'lib, uni keltirib chiqaradigan viruslarning turlari nihoyat ko'p. Hozirga qadar bayqalgan odatdagi zukamni keltirib chiqaradigan viruslarning turi 200 xildan oshadigan bo'lib, ularning ichida tuvandagi viruslar eng ko'p uchraydi. Birinchisi burun virusi, ikkinchisi koronavirusi, uchinchisi bez virusi, to'rtinchisi uchay virusi, beshinchisi o'pka virusi, oltinchisi nafas yo'li virusi. Bu sol tarafda ko'rayotganinglar bu viruslarninki inglizcha ismi bo'lib, bular mushu odatdagi zukamni keltirib chiqaradigan 200 xildan ortiq virus ichida eng ko'p uchraydigan 6 xil virus. Yuqumliq zukam. Yuqumliq zukamning kasallik alomatlari nisbatan ig'ir, kasal davomlashgan vaqt nisbatan uzun bo'lib, uni yuqumliq zukam virusi keltirib chiqaradi. Yuqumliq zukamni keltirib chiqaradigan viruslarni cho'ng jihatdan tövandagidek 4 cho'ng turga ayirish mumkin. Uning birinchisi yuqumliq zukam virusi A, ikkinchisi yuqumliq zukam virusi B, uchinchisi yuqumliq zukam virusi C, to'rtinchisi yuqumliq zukam virusi D yoki A tiplik virus, B tiplik virus, C tiplik virus, D tiplik virus deb 4 cho'ng turga ayrıldı. Ularning ichida A va B tiplik yuqumliq zukam virusi ko'p uchraydigan bo'lib, hozirga qadar bayqagan A tiplik yuqumliq zukamninki turlari 130 xildan oshadi. Zukamning oldini olish, ya'ni zukamdan saqlanish. Zukam virus keltirib chiqargan yuqumli kasallik bo'lib, uning oldini olishda shaxsiy tozalik va badanning immunit kuchi nihoyat muhim. Zukamdan saqlanish uchun tuvandagi nuqtalarga alohida diqqat qilishimizga to'g'ri keldi. Birinchisi, qo'lni davomli yuvib turish, maynat qo'l bilan ko'z va burnni tutmaslik. İkincisi, yuqumlanğuchilar bilan musofa saqlash, ular bilan yaqin aralashmaslik. Uchinchisi, badan chiniqtirishga ahamiyat berish, badanning immunit kuchini kuchaytirish. To'rtinchisi, bak herib charchab ketishdan saqlanish, yetarlik uxlash. Beshinchisi, badanning immunit kuchining tuvalab ketishdan saqlanish. Oltinchisi, qishda issiq kiyinish, shamaldab qilish yoki sovuq o'tib ketishdan saqlanish. Yettinchisi, zarur bo'lgan vaqtida maska taqash va munosabatlik vaksinalarni udirish. Bular orqali biz zukamdan tamoman saqlanmagan taqdirdami, zukam bo'lish ehtimolligimizni zo'r darajada tuvaltalishimiz va zukamdan bir qism bo'lsa-mu saqlana olishimiz tamoman mumkin. Zukamni bir taraf qilish. Zukam virus keltirib chiqaradigan kasallik bo'lib, normalda uningga nisbatan unumlik bir davolash yo'q. Virusga qarshi dorilarmi viruslarni talto'kis yo'q qilolmaganligi uchun ko'pincha ahvolda kasallik alomatlariga qarta davolash elib berildi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin ko'p sonda bemorlar badanning immunit kuchiga tayanib bora-bora asliga keladi. Ba'zida biz zukam deb qaragan kasallik ma'lum ig'ir kasallik bo'lib, bemorlar kasallik ahvolining ig'irligi va badanning immunit kuchining tuvanlik sababidan o'lib ketishi mumkin. Shunglashqa zukam bo'lgan vaqtida, bo'libmi bak ig'ir darajada zukam bo'lgan vaqtida birinchidan oldi bilan kasalning sababini aniqlab, uning qaysi xil kasallik ekanligini jazmlashtirish
va buningga qarta bir taraf qilish kerak. Ikkinchisi, agar kasallik ahvoli haqdan ig'ir bo'lgan vaqtida cho'qim doktorga ko'rinib, tekshirish ilib berish, kasalga aniq diagnoz qo'yish va konkret kasalga asosan davolash ilib berish kerak. Chunki men yuqorida degandagidek, bu zukam kasallik alomatlari bilan ifodalangan kasalliklarning hammasi oddiyla zukam bo'lmasdan, balki boshqa bir kasalliklarningki boshlang'ich kasallik alomatlari bo'lishi tamoman mumkin. Shu sababdan oldi bilan kasalga aniq diagnoz qo'yish uningki oqibatining qandoq bo'lishida nihoyatda muhim. Odatdagi zukamni bir taraf qilish. Odatdagi zukam qarta alohida davolash ilib berish hojatsiz. Faqat kasal alomatlarga qarta davolash ilib berish orqali bemor rohatlansa, hatto hech qanday davolash ilib bormasmi, ko'pincha ahvolda odatdagi zukam 5 kundan 10 kungacha o'zligidan saqayib ketadi. Qisman immunit kuchi kuchli kishilar hatto 3 kundami saqayib ketishi mumkin. Zukamdan rahat qutulish uchun zukamga giribdor bo'lganlar tuvandagi nuqtalarga alohida diqqat qilish kerak. Birinchisi, yaxshi orom olish, yetarli uxlash. Ikkinchisi, choy, sho'rpa, qaynoq suvni yetarli ichish, ko'plab tarlab berish kerak. Ya'ni bu zukam virusning yuqumlanishi bilan kelib chiqadigan kasallik bo'lib, virus badanga kirgandan keyin badanda belgilik zararlik moddalarni ishlab chiqardi. Biz choy, sho'rpa, qaynoq suvni yetarli ichish, ko'p tarlash orqali badandagi u zaharlarni badan sirtiga chiqarib tashlashimiz mumkin. Shu orqali biz rahatlanishimiz va zukamdan tez qutula olishimiz mumkin. Uchinchisi, issiq kiyinish, issiq munchaga tushish. Bumi shu bo'libmi bak munchaga tushish orqali ter bezlarini ichib badandagi zaharlarninki sirtqa chiqishini tezlatish va shu orqali badanni rahatlantirish va zukamdan baldir qutulish mumkin. To'rtinchisi, kasallik alomatlariga asosan o'xshamagan dorilarni, masalan, qizitma yondirish, og'riq pasaytish, burniga temitadigan dorilarni ishlatish. Ya'ni qizitmasi bak yuqori bo'lib qolsa, qizitma yondiradigan dorilarni ishlatish, badan bosh muskullar bak og'risa, og'riq pasaytish dorisini ishlatish, agar burni qutib qolgan bo'lsa, burniga temitadigan dorilarni ishlatib, burnini ichish va shu orqali rahat his qilish. Albatta, bularninki hech biri zukamninki davolaydigan dorilar emas, zukamni davolaydigan dori emas, balki zukamning alomatlarini yengiltadigan, bemorni rahatlantiradigan dori. Biz faqat shu o'zimizni rahatlantirsak, bu odatdagi zukam vaqti kelgan vaqtida o'zligidan saqayib ketadi. Yuqumliq zukamni bir taraf qilish. Yuqumliq zukamning kasallik alomatlari nisbatan ig'ir va davom qiladigan vaqti nisbatan uzun bo'lib, uning qarta kasal alomatlariga qarab davolash ilib berishdan boshqa, ba'zida virusga qarshi dorilarni ishlatishga, bemorning immunit kuchini yuqori ko'taradigan har xil davolashlarni ilib berishga to'g'ri keladi. Yuqumliq zukamga giribdor bo'lgan kishilar birinchidan odatdagi zukamni bir taraf qilishda qo'llangan usullarni qo'llanish kerak. Ikkinchidan qizitma yondirish va og'riq pasaytish dorilarini muvofiq qo'llanish. Qo'llanish va o'zini rahat qilish bak muhim. Uchinchisi, doktorga ko'rinib, virusga qarshi dorilar bilan davolash ilib berish kerak.
Bugungi bu zukam va uni bartaraf qilish, degan temadagi leksiyani mishat oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizningki tinini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoga omonat.